800 dollar evaziga Toshkentdan Umra safariga borishlari mumkin. Vodiydan yo'qmi degan obunachilarimiz uchun Vodiydan ham bor, Farg'onadan va Namangandan 830 dollar evaziga borishlari mumkin. Bu qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun agar sizlar oldin borib kelgan bo'lsalaring, vizalaring 1 yillik bo'ladi. Vizalaring hali srogi tugamagan bo'ladigan bo'lsa, aytgandan qarab borishlari mumkin. Toshkentdan 800 dollar evaziga, xo'p, Farg'ona, Namangandan 830 dollar evaziga borishlari mumkin bo'ladi. Yo'q, mana vizam yo'q deganlar uchun endi masalaga xos to'liq qilib ma'lumotlarni Abdug'ofur akadan berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib boradi. Endi Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumot olishni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p aka, vizasi borlarga qanaqa bo'ladi, vizasi yo'qlarga qanaqa bo'ladi? Bitta tushuntirib bersiz aka endi. Xo'p bo'ladi. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha 29-30 iyul kuni reyslarimiz bor. Uni narxi vizasi borlarga 800 dollar. Vizasini so'roy tugamagan bo'lsa, vizasi yo'qlarga yangi viza olinadigan bo'lsa 900 dollar bo'ladi. 100 dollar demak viza puli bo'lar ekan-da. O'shanaqa. Endi Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyiga boraman deydiganlar uchun 5-6 avgust kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini 930 dollar qilib beramiz. Vizasi borlarga esa 830 dollar bo'ladi. 29-30 kuni boradiganlarga 900 dollar, 5-6 avgust Toshkent Madina 930 dollar. Xo'p, Vodiydan boraman deydiganlar uchun Vodiydan reyslarimiz Namangan Madina bor. Buni kunlari 29-iyun va 5-avgust kuni reyslarimiz bor. Buni narxini 930 dollar qilib beramiz. Vizasi borlari shu, aytganimizdek 830 dollar bo'ladi. Farg'onadan boraman deydiganlar uchun Farg'ona reyslarimiz 30-iyul va 6-avgust kuni reyslarimiz bor, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham narxini 930 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa Toshkentdan bor, Namangandan, Farg'onadan bor. Toshkentdan, Namangan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Endi sharoitlari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga tushiladi, xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Keyin aeroportdan, xudo xolasa, 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi iloji boricha. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Endi to'lovlar masalasi qana bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz xohlasalang ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatida bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Aloqaga chiqsalaring qanaqa qilib joylarni onlayn bron qilishdi yoki ofislaring qayerda deydiganlar uchun adreslarni ham beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. To'lovlarni qanday qilish hammasini o'zimiz tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib savol bersalaring, chiroyli qilib javob olishlaring mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizda o'sha Hikmat Travel o'zini litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan Umra safariga borishlari mumkin. Vodiydan ham reyslar bor, Toshkentdan ham reyslar bor. O'zlariga qulay bo'lgan joydan xudo xolasa ketishlari mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.